Nega u hadeb tushingizda ko'rinyapti? Nega uni har kuni tushingizda ko'ryapsiz? Nega? Murojaat uchun Fortuna 2025 ga yozasizlar admindan, ya'ni Telegramdan va hamda o'zingiz uchun to'liq rasklad olishingiz mumkin. Tushlaringiz bezovtaligi haqida ham bo'lishi mumkin. Bu общий rasklad hammaga ham tushmaydi. Xo'sh, siz ko'rayotgan shaxs nega tushingizga kiryapti? Siz bezovtasiz. U tirikmi yoki o'likmi farqi yo'q. Ko'pincha tushingizga kiryotgan bo'lsa, xotiringizda qolayotgan bo'lsa, bu albatta nimadandir ogohlantirish bo'ladi. Agar sizni tushingizga o'lib ketgan odamlar kiryotgan bo'lsa, dokumentatsiya, qarz oldi-berdi ishlariga e'tiborli bo'ling. Tezroq qarzingizdan yoki hujjatlar ustida ehtiyot bo'ling. Noto'g'ri va sizga hali aniq bo'lmagan hujjatlarga qo'l qo'yib qolmang. Ya'ni bu podstava bo'lishi mumkin, судебное дело bo'lishi mumkin. Zaodno buni ham ogohlantirdik. Agar o'lib ketgan shaxslar kirgan bo'lsa. Agar tirik, ya'ni tirik shaxslar kiryotgan bo'lsa, misol yoki yigitingiz yoki anchadan beri suhbat qurgan, suhbatlarda bo'lgan sinfdoshlaringiz yoki kursdoshlaringiz yoki kim bo'lsa ham, tiriklardan tushingizga tinmasdan kiryapti yoki allaqachon orangiz uzilib ketgan shaxs bo'lsa, u nimani bildiradi? U sizga tezroq sog'liging uchun qayg'urgan degan ma'noni bildiradi. Sog'liging uchun qayg'ur, biz tez kunlarda qandaydir bir tasodiflar bilan ko'rishib qolamiz va san haqingda gapirdim, san haqingda esladim degan ma'noda. Tushingizga ko'p kiryotgan agar o'sha tirik shaxs, bilingki, u sizni eslayotgan bo'ladi. U eslayotganligi uchun u sizni tushingizga kiradi. Mana shu narsalarga e'tibor bo'ling. Ayniqsa urushib qolgan shaxslaringiz ko'pincha tushingizga kiradi. Sizdan arazlab qolgan odamlar ham ko'pincha tushingizga kiradi. Chunki ular sizni eslayotgan bo'ladi. Nima qilayotgan ekanman man siz o'lib qoldimmi, man siz qiynaldimmi deb o'ylayotgan bo'ladi. Ammo bu yaxshi narsa. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling, o'zingizni tanlang, o'zingizni yaxshi ko'ring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta ko'rishib qolasiz o'sha sizni eslayotgan shaxs bilan va u bilan qanday muomala qilish bu sizga va sizning taqdiringizga va sizning qaroringizga bog'liqdir.